4 mingdan 4350 rublgacha ham erkak, ham ayollarga issiq joydan ishlarimizni chiqaryapmiz. To'lovlari har hafta. Bezadir. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar va bizni kuzatib borayotgan barcha musofir yurtdaydigan vatandoshlarimiz. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchashlar-yo'qmi? Akalar, opalar, bugun xudo xolasa yana katta yangilik deb yozganimga ko'ra, katta yangilik jigarlar. Sankt-Peterburg shahrida patent город shaharda patenti bilan ishga qabul qilinadi. 18 yoshdan 55 yoshgacha jigar. 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkak ayollarni ishga taklif qilamiz jigarlar. Pastda nomerlar qo'yilgan WhatsApp, Telegram, Primoy hammasiga telefon qilsangiz bo'ladi. Faqat jigarlar soat 9 dan 6 gacha ish vaqtlari, qolgan vaqtda javob bera olmaydi. Shuni ham aytib o'tay, chunki mening kommentariyamga juda ko'p vatandoshlarimiz yozadi, telefonlari ishlamaydi deb, chunki ular ishxonaga tashlab ketadi, menejerlar jigarlar. Xudo xolasa bu ishimiz Sankt-Peterburg, Kronштадtda bo'ladi jigarlar. Qanaqa ish deb qiziqayotgan vatandoshlarimiz uchun sendvich jigarlar, sendvich. Agar kimdir bilsa sendvichni, samolyotda, aeroportlarda samolyotda beriladi, o'shanaqa sendvich jigarlar, issiq joydan, chunki sovuq tushib qolganiga ko'ra issiq joylardan chiqarishda ishlarni davom etadi inshaalloh. Xudo xolasa jigarlar, oyligiga keladigan bo'lsak, smenasiga 4000 rubldan to 4350 rublgacha beriladi. 12 soat ish vaqti jigarlar, ham erkak ham ayollarga. To'lovlari bir oyda 4 marta. Bu degani har hafta bo'ladi jigarlar. Haftani orasida agar sizga mabodo avans kerak bo'lsa, bemalol avans ham olishlaringiz mumkin jigarlar. Mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar jigarlar va yana bir narsani aytib o'tay, bir mahal obedga ham tekin. Obedi tekin. Yotoq joyiga keladigan bo'lsak, hozircha bu yerda yotoq joyi yo'q jigarlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bular harakat qilyapti kvartira topib, inshaalloh kvartiraga joylashtirishga. Va inshaalloh bu o'ylaymanki yaqin kunlarda yotoq joyda ham masalasini hal qiladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiling va mana shu videoni jigarlar o'tkazib olmasdan bitta like, chiroyli kommentariya jigarlar. Bu biz uchun juda katta motivatsiya bo'ladi. Kimdir kanalimizda yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'yingizlar. Xudo xolasa bizda mana shunday katta yangiliklar to'xtamasdan chiqib boradi. Video davomida o'tkazmay ko'ramiz ish jarayonini, erkaklar nima ish qilyapti, ayollar nima ish qilyapti va bemalol batafsil o'zingiz tushunib olasiz. Keyin bemalol telefon mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Jonlaringiz omon bo'lsin, qayerda bo'lsangiz ham Allohga omonatsizlar. Videoni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Да, сейчас.